Yangi qurilgan mahallaga ikkita qo'shni ko'chib kelibdi. Ulardan birining uyida har kuni urush janjal, ikkinchi qo'shni ittifoqda sokin yashar ekanlar. Janjalkash oila ularga hasad qila boshlabdi. Axir urushqoq ayol eriga boring kuzatingchi, nega ular hech urushmaydilar yoki urushsalar ham tashqariga eshittirishmaydimi debdi. Urushqoq ayolning eri berkinib, asta-sekinlik bilan tinch oilani kuzata boshlabdi. Qo'shni ayol yo'lakchaning polini yuvayotgan edi, biroq telefon qo'ng'irog'iga chalg'ib oshxonaga kirib ketdi. Shu vaqt hojasi bir narsasini unutib ishdan bir rovga uyiga shoshib keldi-yu, yo'lakchada pollatda solingan chelakdagi suvni ag'darib yubordi. Hammayoq shalabbo bo'ldi. Bu holatni poylab turgan qo'shni o'ziga ana endi tamom hammasi, hozir janjal bo'ladi dedi. Shu vaqt ichkaridan oila bekasi yugurib chiqdi-da va "Uzr begim, men aybdorman. Chelakni beparvolik qilib oyoq ostida qoldiribman" desa hojasi "Hechqisi yo'q bekam. Meni o'zim aybdorman. Oyoq ostiga qarashim kerak edi" deb javob bergan ekan. Bu holatni ko'rgan janjalkash er uyiga mahzun holda qaytib keldi va janjalkash xotiniga "Tushunarli. Men hammasini tushundim. Ularning uyida hamma aybdorlar yashar ekan. Bizning uyimizda esa aybsizlar" degan ekan. Azizlar, bir-birimizdan ayb qidiravermasdan avvalo o'zimizni taftish qilishni, o'zimizga to'g'ri bo'lishni o'rganishimiz lozim deb o'ylayman. Salomat bo'linglar.